Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani shaharda o'zdamiz. Sotuvga bitta chiqadigan yaxshi Cobalt'imiz bor. Shuni hozir obzor qilib ko'rsatamiz. Videoga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz akalar. Mashinamiz 2020-yil 166 ming kilometr yurgan. Akalar, davlat ishida ishlaydigan akamizniki 2020-yil olib turib, bir qo'l minilgan. Kamdan kam chiqadi, o'zingiz bilasizlar. Bir qo'l mashina kam bo'ladi. Mashinamizda hech qanaqa ishi yo'q akalar. Kraskalar top-toza. Mana balonlari ham yangi, ideal holatda turibdi. Metan gazlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Metan gazlar o'rnatilgan. Mashinamiz absolyutni ideal holatda akalar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdo qilib olishingiz mumkin. Bir qo'l mashina. Salon qismlarini ham ko'rsatamiz. Salon qismlari ham a'lo. Chexollar ham yangi. Mana akalar 166 ming yurgan. Xudo xolasa olasizlarmi naslar akalar? Mashinani ishi yo'q. Hozir menimcha hamma biladi. Danli yo'llarda ham qiroliq Cobalt bo'ladi. Sizga bundan pul topolmadim, hoji aka deydi-yu. O'shanaqasidan akalar. Tak, narxini 9800 bo'lsa beramiz uka deydi. Endi aka o'tamiz deb qalblariga qo'l solib 9600 ga tushirib qo'ydik. Yana kelib ko'rib, mashinani ko'rib, qo'lni ushlab savdo qilsalaring. Dicha yana yo'li bor akalar. Mashina iloji boricha nomlingga o'tkazib olasizlar. Agar juda iloji yo'q bo'lsa aka, generalni ham qilib beraveradi. Mana akalar ko'rishingiz mumkin. Videoga bittadan like bosib qo'yasizlar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turishda davom etamiz. Mashinamiz zo'r, xudo xolasa. Telefon qilib olib, baraka qilgan odam baraka topadi. Akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzrini so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bemalol nomerlarga chiqib, aloqaga chiqib mashinani baraka qilishingiz mumkin, lekin tavsiya qilib qolamiz. Bir qo'l mashina.